Assalomu alaykum, barchaga salom. Sizlar bilan Globus viza markazi. Navbatdagi mijozimizda Amerika turist vizalari chiqdi. Xo'p, viza 1 yillik viza futbol uchun olingan. Viza istoriyaga kelsak, xo'p, mijozimizda Schengen viza, Germaniya vizasi. Undan tashqari Xitoy, Tailand, Vyetnamga borilgan. Shu viza istoriya bilan Amerika vizasini oldik. Lekin viza olishdan oldin mijozimizda ozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Hozir mijozimizni o'zidan eshitamiz. Menimcha hammani orzuyi Amerikaga borish bo'lsa kerak. Biz ham shu orzu maqsadidan 2 marta topshirdik, 2 marta отказ oldik. Keyin bir Alibek degan o'rtog'imiz Amerika vizasini oldim. Shunga bir Globus viza sentri bor. Bir Abror aka degan yigit bilan bir gaplashib ko'ring degan edi. Murojaat qildik. Mana murojaatimizdan keyin Amerika vizasiga ancha yaxshi yo'nalish berdi. Anketalar to'g'ri to'ldirildi. Menda shu 2 marta viza отказ olishimga ham anketani xatosi bilan bo'lgan ekan. Anketani to'g'ri to'ldirishga gap ekanda. Shunga Abror aka hammasini to'g'ri to'ldirib berib, to'g'ri yo'nalish berdi. Mana vizani oldik. Hammaga tavsiya qilaman. Amerika vizasi.